Assalamualaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı cəhətli qeyrindaşlarım. Həmənlarınki muşu vakti ve bunun ikinci vakti her iki dünyanın xeyirlik bolsun. Mən dostumla Abdülaziz Bəştoğraq hazır İstanbul'dan sizlərə salam berwatımə, canım dostlar. Bugün biz her şənbə günü muşu vaxtlarda birlikte ügünüp kilovatqan Tədbir isin dersleri 80. dersimizde Stephen Covey, Amerikalık yazıcının önümdar kişilerinin 7 adeti The 7 Habits of Highly Effective People diyen kitaptan kəlgən yerimizden başlap dersimizne devam kılımız qadirli qeyrindaşlar. Her bir insan özünü özgertmek için Allah onu özgertmeydi. Her bir cemiyet mi okşaş. Demek bir cemiyet her bir insandan teşkil tapqaşqa. Şonlaşqa biz bu özümüzni qançalik yaxşı tərəqqi qıldırsak, qançalik yaxşı adam bula alırsak, inşallah bizden ahvalımız mı teximi yaxşığı özgürdü deb oylayımız canım dostlar. Bu Stephen Covey'ninki kitabı biraz köprak, besani, yani 445 betlik kitap. Avazım yaxşı çıxıyıbdı qadirli qeyrindaşlar. Yani 445 betlik kitabınki bugün nəyə keldik diye vaxtımızda 311. betke keptimiz, yani 5. adet avval çüşengin andın düşünülüşünü iste. Sen aldı bilen başkalarını düşen, onun dinkin ulanın seni düşünüşünü talep kıl diyen deriz qadirli qeyrindaşlar. Mavzusu muşiken bu babninki. Bu nima degan gapken desa, bu ko'ngildagidek aloqa qilish prinsipi. İnsanlar birbiri bilen her xil aloqalarni elib boradi. Bu jarayonda en yaxshi aloqa qilish prinsipi aldı bilen sen başkalarını düşünüp onundan keyin o'zingni tushunishni talab qil deganlik bo'ladi ekan canım dostlar. Eğer kişilik münasebet cihette öğrengen en mühim prensipini bir cümle sözge yığınçaqlagan vaqtimizda o nim bo'ladi degan vaqtida avval düşen andın düşünülüşünü iste. Avval karşı tarafını düşünüp andın karşı tarafının düşünüşünü kolga keltirgen. Bu prensip kişilik alaqanın önümlük buluşidiki açqışdır deb. Yani biz başkalarının kalbini fethqilimiz dedikenimiz, açımız dedikenimiz avvelen ulanın kalbini, ulanı düşünüşümüz gerekken onun dinken biz ulanın kalbi kireleyimiz degan gap deb tushundik qadirli qeyrindaşlar. Her bir babga kelgan vaqtimizda shunga o'xshash yumaloq siziqning ichida, chambarakning ichida shunga o'xshash bir grafikni ko'ramiz qadirli qeyrindaşlar. Biz oldingi odatlardan, ya'ni tayinishchan mezgildagi odatlarni o'rganib kelib, endi mustaqillik mezgilidan o'tib, buningki oldingi soatda tang naplan, sen payda al, men payda alay deganni o'rgandik. Hozirgisi bo'lsa, oldi bilan tushunishni, boshqalarni tushunib, oldi bilan tushan, undan keyin tushunishni ista degan 5. mayada qarasanglar, 5-si shu, rəğni qo'mashqa toza yaxshi chiqmoqlik va 4-si tang naplan qadirli qeyrindaşlar. 5. adetni birlikte o'rganyapmiz degan gap. Endi shu o'zimizni yaxshi odatlarga yetildirib, undan keyin tayinishchan mezgilda mustaqillik mezgiliga o'tdik. Undan keyin biz boshqalar bilan hamkorlashish bosqichiga kirdik degan gap. Ruhiy dunyoning aql taktiga yetib bo'lolmas o'ziga xos qonuniyatlari bor. Bu gapni Fransiyalik matematik
ve fizik alim Pascal aytibdikan qadrli qarindoshlar. Belki Pascal deganni fizik o'qiganlar texmi yaxshi bilishi mumkin deb o'ylayman. Ko'zingiz beyaram bo'lib doktorxonaga bordingiz. Vaholanki doktor gap so'zingizga quloq solmasdinla ko'zoynakini elib sizga tutqizsin. Taqab baqing, 10 yildan beri taqab kelyapman. Qaltis yaxshi ko'zoynak. Uyimda yeni biri bor. Buni sizga berib etay. Afsus bunu taqab birer narsani ilgi qila olgan bo'lsam, kashki. Bu bo'lmaydi ekan o. O'donshisiz. Hech nimani ko'ramadim o. Qandaq sigundaq bo'ladi? Men bir obdan taqab kelayotgan. Qayta bir taqab sinab baqing bo'lmasa. Taqab baqdim o. Ko'z oldim imir chimir. Hey, qandaq odamsiz? İşlarni yomoniga tortmasangiz qandaq? Ma'qul, anlab turing. Yana bir day, janim doktor. Hech nimani ko'rmadim, hech nimani. Doktor texmi chechilib, g'odingishsin. Yaxshilikni bilmaydigan qandaq odamsiz? Menmi sizga yaxshi bo'lsin dedim-ku. Bu faqat bir faraz xolos. Bemorning kasaliga emas, o'zining ko'ngil xohishiga qarab resept yozishga urinadigan mundaq doktorning oldiga siz yana bir ret berishni xohlamsiz? Cho'qimki yo'q. Vaholanki kishilik aloqa jarayonida biz ko'pincha oq qorini aniq aydonlashtirmay turibla valoq bo'lib gap uzib o'z gapimizni yo'rg'ulatishga tushib ketamiz. Balam, ko'nglingdagini degin. Qurbonning yetishicha hamdamda bo'lay. Qandoq deyishni bilolmayapman. Apa, men desam cho'qimki meni sarangga chiqarib etsin. Qo'rqma, dega balam. Bu olamda apangdimmi kuyimni kiming bor? Sen g'amdan xalos bo'lsang, bizga xushlik degan shu. Aytqin jinim balam. Men rostni desam apa, o'qig'im yo'q. Nima? Qo'y qichingiz tik bo'lgan holda vaqiraysiz. O'qig'im yo'q. Og'zingga qandoq patdi bu gap? Seni o'qitimiz deb qanchalik badal to'layapmiz, bilamsan? O'qimay turib bir narsa deyalamding. Qara, ağaçlarga o'xshash tirishsanglar, natijangmi o'rlaydi. O'qishqimi, o'rganishqimi berilib ketasan. Biz sana tirish, ko'ngil qo'yib o'rgan deb najjirat dedik ha. Sen tamamen o'rganib ketalaysan. Lekin shu ziyon qo'ymayapsan. Bir sukut. Ayta zada qanday qilasan? Biz aldirab tinatla hukm chiqarishga, hapala shapala masala hal qilishga urinishga amroq. Vaqt zihin chiqarib masalaga qarata inchiki diagnoz qo'yib, tushunishga ancha ahamiyat berib ketmaymiz. Mubodo mening kishilik aloqadagi eng muhim prinsipdan birini qisqila deb qolsangiz, mening deydig'im avval tushan, ondan tushunilishni ista. Bu unumlik kishilik aloqaning ochqichidir. O'rganayotganimiz qadrli qarindoshlar, Önümdar kişilerinin 7 adeti Stephen Covey'nin kitabı. Biz hazır 6. adet, 5. adet geldik. Aldı bilen düşen, andikin düşünmüşünü iste. Rast düşendiniz mi? Okuş, sözleş, anlaş, yeziş. En akıllı alakı şekli. Şundakla turmuş ihtiyaç. Alakı şekli qaysilarken o'qish, so'zlash, anglash, yezish eng aqlli aloqa shakli. Shundaqla turmushning ehtiyoji. Biz hammamiz o'qish, yezish tarbiyasini jiqraq oldik. So'zlash tarbiyasimi bor yo'q, lekin bizga hech kim qandoq anglashni o'rgatib baqqini yo'q. Vaholanki boshqalarning gap so'zini anglab tushunish bo'libmi, so'zlik uchun maydonda turib ishlarga zan qo'yish oson ish emas.
Mübadim men bilen badikeldi kılmakçı, hatta bana gipinizi ötküzmekçi bulup ekensiz, avval meni düşünüşünüz gerek. Elbette bu sizden hile, hüner talep kıladigan iş emas. Eğer men sizden kandaktur hüner, mikirge tayılayotganlığınızı bayqapla kalıdı ekenmen, o halde mende kıltaqdan ihtiyat qilish tuyg'usining paydo bo'lib qolishi intayin tabiiy. Sizning muddao maqsadingizni bilolmagan taqdirdami, menda sizga qarata xavfsirash tuyg'usi paydo bo'lib qoladi-da, sizga illiq quchoq ochib, qo'l uzatolmayman. Ülge ve başlamçılık iqtidori sizning ta'sir kuchingizdir. O sizning fazilatiniz ve haqiqiy o'zligingizdan kelib chiqadi. Boshqalarning bahası yoki sizning boshqalarning qandaq baholarga erishishni orzulashingiz amaliyotda put bosmasli bir gap. Men aloqa orqali sizni tushunaman, sizga ishonaman. Ta'sir kuchi tarqatadiganini shundaqla hamda aloqa rolini ta'sir kuchi tarqatadiganini shundaqla hamda aloqa rolini o'taydi. Vaqtning o'tishiga ergishib, menda chin tabiiy tuyg'u asosida sizga va menga qolgan aytganlaringizga ishonishga yoki uningdan shubhalanishga boshlayman. Mening ta'sirimni qabul qilmoqchi sizning fikr taklifingizga degandek parvo qilib ketmaganligim mumkin. Shunga o'limlik odatni yetildiray desangiz, yolg'iz mahorat, hunerga tayinib qolmang. Sizda boshqalarning ishonchini qo'zg'ay oladigan, ularni quchoq ochira oladigan fazilat bo'lsin. Mushu asosda anglash odatini yetildiringda, niyat birligi orqali qalbdan qalbga yo'l oching. Endi zan qo'ying. Yani zan qo'ying degani ben bildim. Yani zan qo'yib tinchang, zehningizni menga markazlashtiring. Mening degan gapimni bir anglang, tinchapaqing demoqchi. Zan qo'ying. O'zgini tushunish aloqa san'atidagi büyük buruluştur. Çünkü biz her desile başkalarının bizni tushunishini muhim o'ringa qo'yib olamiz. Başkalar so'zlayotganda onu tushunish uchun emas, balki onun parang'a qo'shiq solish niyatida quloq tutib o'ltiramiz. Qo'shiq salg'inimiz salgan va yoki gapni bilishga tishimizni bilib turg'unimiz turgan. O'z qalbimiz bo'yicha hammani tasqab, öz keşmişimiz bilen haqning turmuşini tushunishga uringan. Rastni aytganda sizning shu topdagi hissiyotingiz menga ayon. Meni mushunga o'xshash bir ishni beshimdan kechirgan. Ular har desalar o'zining keşmişini boshqalarga tanıdı. Öz ko'zoyniki bilen boshqalarning ko'zini davolamoqchi bo'ladi. Mubada bola chaqalari yoki xizmatdoshlari orasida birer mesele ko'rilib qolsa, ularning inkosi o meni tushunmaydi. Bireylar menga o'g'lim nima o'ylaydi zodi bilmayla qoldim. O gapimni anglasa kimning derdi deb qaqshigan edi. Men siz o'g'lingizni tushunmaysiz. Sababi o gapingizga quloq solmaydi. Shundaqmi? dedim qaytalab. He, to'g'ri. Balangiz so'zingizga quloq solmaydi. Shunga siz uni tushunmaysiz. Shundaqmi? He, qaytildi o. Men eskertdim. Birovni tushunmoqchi bo'lsangiz, oldi bilan siz onunga quloq selishingiz kerak-ku. O birdan ham vaqqandek turgandan keyin nimadir tegiga yetgandek, to'g'ri, lekin men degan uning dadisi, uni 5 qo'ldek bilaman. Kallamdan o'tmaydigini nemishqa u bola turib dadisining gapiga quloq solmaydi. Amaliyotda o'zining o'y xiyoli bo'yicha kulli olamni zikrlaydigan bu dadining o'g'lini va uning arzu istikini tushunishi asla mumkin emas. Amaliyotda ko'pinchimiz o'zininkilar haq deb o'ylaydiganlardan. Anlash, quloq solish bir qancha xil bo'ladi.
Birinci, kulağını yupuruveliş. Başkalarının gepiga asla kulak salmaslık. İkinci, anlagan, kulak sağgan kıyafetke kiriveliş. Şundak mı? He, toğra, şu, dep koyuş. Üçüncü, taklap anlaş. Yani bir kısmını anlaş, kalgını da hiyalını sürüp çıkış. Dördüncü, bütün zihnini yığıp, her bir harip, zir-zivergice birilip anlaşqa tirişiş. Beşinci, anlaşının en yukarı baskıcı zen silip anlaş. Lekin nihayet az sandık kişilerle şunda kılalaydı. Nihayet az sandık kişiler. Bu anlaşının 5 türlükü varken kadarlı kırındaşlar, 5 türlükünün birincisi nimiken desenler. Kulakını yupuruveliş. Başkalarının gibige asla kulak sağmaslık. Bu birinci türdükisi ki. İkincisi, anlagan kulak sağan kıyafetki kiriveliş. Şundak bu, he, toğra, şu, dep koyuş. Üçüncüsü, taklap anlaş. Yani bir kısmını anlaş, kalgını da hiyalını sürüp çıkış. Dördüncü, bütün zihnini yığıp her bir harip zir-zivirgice birilip anlaşqa tirişiş. Beşincisi, anlaşının en yukarı baskıcı zen selip anlaş. Lekin nihayet az sanatki kişilerle şunda kılalaydı, depto cilim dostlar. Siz kançilek sözlüsünüz, kançilek kapıldısınız, kapılda birin, ben fakat üzerinin anlaşlı halığından ağlayayım. Bunun bir anlaş usullemişlerinin içindeki. Yani taklap anlaş degendek. Teşebbüskar anlaş, inkasçan anlaş, bir xil anlaş mahareti bulup, öz-özünü merkez kılış bilen mahiyetlidir. Gerçi ameliyatda ifadelenmesi mu, lekin garzi nait inik. Yani sözlü gücünü uyatkı kaldırış, inkasçan anlaşdan məqsidi inkas qaytırış, karış tarafını kontrol kılıştan ibaret. Zen silip anlaşta düşünüş asas. Anlayıcıdın sözlü gücünün meydanında durup, onun tefekkür kurulması ve hissiyatını düşünüşünü talep kılıdığan anlaş maharetidir. Zen siliş histaşlık'a okşamaydı. Histaşlık bir xil tonuş ve hüküm şeklidir. O his duygunu ifadeleştiğine göre inkas qaytırışqa bekrek mayil kilidir. Ama oğayla karış tarafki tayinip kalıdı. Zen silişinin mahiyeti herkes karış tarafta kollap, onunla histaşlık kılış emas, belki akıl hissiyat cihetten karış tarafını toluq düşünüştür. Yani zen silip anlaştınki iniqlemesi kadarlı kırındaşlar. Zen silip anlaşta düşünüş asas. Anlayıcının sözlü gücünün meydanında durup, onun tefekkür kurulması ve hissiyatını düşünüşü talep kılıdığan anlaş maharetidir. Zen siliş histaşlık'a okşamaydı. Histaşlık bir xil tunuş ve hüküm şeklidir. O his duygunu ifadeleştiğine göre inkas qaytırışqa bekrek mayil kilidir. Ama oğa ile karış tarafga tayinip kalıdı. Zen silişinin mahiyeti hergizmo karış tarafını kollap, onunla histaşlık kılış emas, belki akıl hissiyat cihetten karış tarafını toluq düşünüştür. Zen siliş karış tarafının 2-3 eğiz gipinin tehdigi yetişemez. Mutagassislerinin deyişçe, kişilik alaqının 10%'la til bilen elip berildigen, 30% avaz ahanga, kalgan 60% beden tılgı bağlıq iken. Zen siliş kulak arqılıq anlaşla emas, köz qalb arqılıq küzütüş, his qilish, düşünüş jarayoni bulup, o bizni en toğra ve canlılık uçur bilen təminləydi. Küzünüzni ölçem qılıp durup, başqalarga baha berişinizden türlük perez, gumanlarını qılıp, həsret tatip yürüşünüzden haceti yok. Zen kuyuş, düşünüş üçün. Qalb bilen
qalbning aloqasi uchun axir. Yani mutaxassislarning qarashicha deydi. Kishilik aloqaning 10% til bilan elib berildi, 30% ovoz, ahanga, intonatsiyaga, qolgan 60% beden tilga bog'liq ekan. Zan silish quloq orqali anglashla emas, ko'z, qalb orqali kuzatish, his qilish, tushunish jarayoni bo'lib, o bizni eng to'g'ri va jonliq usul bilan ta'minlaydi. Ko'zingizni o'lcham qilib turib, boshqalarga baho berishingizning turli faraz gumonlarni qilib, hasrat tatib yurishingizning hojati yo'q. Zan qo'yish tushunish uchun, qalb bilan qalbning aloqasi uchun axir debdi yozuvchi. Zan silib anglashning hissiyot mablag'ining ochquchi deyish mumkin. Qarshi taraf sizni to'nigandilar. Mablag'ning ahamiyati ko'riladigan gap. Bo'lmasa, hamma tirishchanligingiz bir tiyin bo'ladigan, qarshi tarafni sizning urinishingizda bir xil tizgin, to'saq, shaxsiyatchilik, norozi, arazi, tahdid his qilishi, natijada aloqada kasatchilik ko'rilishi mumkin debdi qadrli qarindoshlar. Ya'ni zan silib anglash boshqalarni tushunish uchun bu kishilik aloqaning ochquchi, hissiyot mablag'ining ochquchi debdi qadrli qarindoshlar. Endi Stephen Covey'ninki Önümber kişilerinin 7 adeti degan odatdan 5-odat avval tushun, ondan keyin tushunishni ista degan bobning degan 5-odatning psixik havo degan mazmunni birlikda ko'rib o'tamiz, janob do'stlar. Zan silib anglashni bir xil g'oyat zo'r hissiyot mablag'i dedik. O kishiga o'limi ajoyib zo'r bo'lgan psixik havo ato qiladi. Siz turayotgan uydagi havo oksigen biroqla tartib chiqarib etilsa, hayot qilish sizning birdan-bir istikingizga aylanadi. O'qiyotgan kitobga bo'lgan zo'q ishtiyoqingizmi nalagido g'oyib bo'ladi. İnsanning moddiy ehtiyojidan boshqa eng cho'ng taqozosi psixikasidan, ya'ni boshqalarning tushunish, e'tirof qilish, muayyanlashtirish qoyilligiga erishishdan keladi. Nima debdi, janob do'stlar? İnsanning moddiy ehtiyojidan boshqa eng cho'ng taqozosi psixikasidan, ya'ni boshqalarning tushunish, e'tirof qilish, muayyanlashtirish qoyilligiga erishishdan keladi debdi janob do'stlarim. Qarshi tarafga zan qo'yishingiz uningga aram baxish, psixik havo baxish etkiningizga barobar. Uning eng tüp ehtiyojini qondirganingizdan keyin ta'siringizni zo'raytib, masala hal qila olasiz. Har qanday kishilik aloqada mundaq psixik havo ehtiyoji zo'r ta'sir ko'rsatadi. Men Chicago'dagi bir qatimliq muhokama yig'inida bu hukm haqida to'xtalgan hamda yig'in ahliga keshdiki zan silib anglashni sinab baqishni tavsiya qilgan edim. Ertasiga biraydan hayajonlangan holda qishimga yugurib ketdi. Men bu qatim Chicago'ga bir uy zamin savdosi bilan kelgan edim. Tunigun yer xo'jayini ham uning advokati bilan ko'rishdim. Ko'rishda taxiyli bir uy zamin vakolatchisimi o'zlarining setib bilish loyihasini ko'tarib keldi. Men mushu turni debla bar yo'q dasmayamning hammasini tavakkulga tashlagan hamda 6 oydan beri shuning keynini chepib yurgan edim. Lekin ahvol borgan sari menga foydasiz tarafga qarab yuzlanmoqda edi. Hatto ularni uncha uzun so'rilib tartishib yurishdan zerikishga boshlagan edi. Shunda sizning avval o'zgini tushunish, andin tushunilishni istash haqidagi bayoningizni anglab qoldim va nimani bo'lmasin sinab ko'rish qaroriga keldim. Avval men sizning maydoningizni va mening loyimga bo'lgan andishi tashvishingizni haqiqat tushundimmi yo'q anglab baqing.
Andın layihemning muvafiq yoki emasligiga qaror bering. Men uning andishisini, loyihaning natijasiga bo'lgan tasavvurini sezdim. Hem uni o'zim o'ttirg'a qo'ydim. Men so'zlagan siri o shuncha samimiy, muloyimlashishga boshladi. Shunda qilib, loyihaning yerimini muloyiza qilmayla u o'rnidan turib, telefon bo'tkisining qishig'i bordi. Xonimning telefon numerini besib bo'lib, torobkini tutib olib turib, "Menga bo'ldi. Tür sizning bo'ldi" dedi. O yer xo'jayiniga yeterlik psixik havo beradigan ikkilar arasidagi hissiyot hisobotiga zo'r so'mpunuq omonat qo'yilgan edi. Bundan ko'rilishga bo'ladiki, bashariy omil texnikalik omildan ming hassa a'la. Boshqalarni tushunib, diagnoz qo'yib, andin resept yozish uncha bo'la oson ish emas. Qaramoqqa ko'ziga ko'p yil asqatgan ko'zoynakni boshqalarga taqatqizish oqilanlikdek ko'rindi. Lekin yiroqni o'ylashganda bunda qilish unum bilan iqtidorni zo'r darajada ojizlashtirib o'tadi. Unum bilan iqtidorni zo'r darajada ojizlashtirayotganda qarish tarafning ahvolini to'g'ri tushunmaganda o'zaro tayinishning unumiga kapolatlik qilg'ili bo'lmaydi. Qarish taraf sizning o'zini haqiqiy tushunganligingizni his qilolmaslar, aloqa iqtidorini hozirlamagan, ya'ni yuqori so'mliq hissiyat hisobotini ochmagan bo'lib qolasiz. Qarish taraf sizning o'zini haqiqiy tushunganligingizni his qilolmasa, aloqa iqtidorini hozirlamagan, ya'ni yuqori so'mliq hissiyat hisobotini ochmagan bo'lib qolasiz, debdi qadrli qarindoshlar. Zansilib anglashning xatiri bor. Siz qarish tarafdan zaratlanishga tayyorlangan vaqtingizda andin zansilib anglash bosqichiga kira olasiz. Lekin siz bu chaqda allaqachon tunumi ojiz, nozik holatga o'tgan bo'lasiz. Shunga yetarlik bexatarlik tuyg'usi bo'lmasa bo'lmaydi. Mundaqcha aytganda, bu bir ziddiyatlik jarayon. Ya'ni siz qarish tarafga ta'sir ko'rsatishdan avval qarish tarafning ta'sirini qabul qilishingiz, uni tushunishingiz kerak. Shunga deymizki, birinchi, ikkinchi, uchinchi odatlar asosdir. O sizning maydoningizdan qaymay, prinsipni markaz qilib ching turib, temkin, salmoqlik bilan boshqalarning ojizligiga taqobil turishingizga yordam beradi. Agar siz bek zansib kitib, o'zingizning maydonidan, prinsipidan voz kechsangiz, o chaqda uning orqaliga o'tib ketasiz degan gap. Başqalarının qalbiga kiraman deb, başqalarını tushunaman deb, oxiri siz ularning sizning qalbingizni fath qilishiga muyassar bo'lib qolasiz demoqchi ekan yozuvchi efendim. Qadrli qarindoshlar, Stephen Covey'ning unumdor kishilarning 7 odati 5-odat avval tushun, undan keyin tushunishni ista degan odatimiz. Avval diagnoz, andin resept. Zansilib anglashdan keyin avval diagnoz, andin resept degan mavzudimiz. Qiyin yoki xatarlik bo'lishidan qat'iy nazar, avval diagnoz qo'yib, andin resept yozish amaliyotdan o'tgan to'g'ri prinsip. Pishbitlilikning namoyandasidir. Ko'z doktori yoki ichki kasalliklar doktori bo'lsin, hammasi uchun bu retsept bek muhim. Doktorning diagnoziga ishonganda uning reseptiga ko'ngil to'xtatish mumkin. Qizim
Jenny endi 2 aylık bolgan günlerinin biri de tosatdan ağrıp kaldı. Bu şembe günü biz Turuşluq rayonunda naiti halkılık bir meydan kaltak top musabıqası ötküzülmekçi idi. Hem meydanın az xiyali şu musabıqada idi. Sandıra bilen men şu musabıqadan tört göz bilen şu musabıqını tört göz bilen kütüp kelgen idik. Lekin Jenny'ni bu halka taşlap koyup meniş mümkün emas idi. Jenny'nin ahvali barğansiri yamanlaşıp ketkenlikten musabaqa doktoridan məsləhət sormaqçı bolduq. Gerçi o bizning xususiy doktorumuz bolmasa-mı, lazım çağda halğancha məsləhət soruğulu bulatdı. Sandra təntarbiya meydanıga telefon qilib, doktorunu çağırtıpdı. Qaraganda musabaqa intayin halqılıq mezgili kelib qalğan bolsa kerak, doktor ciddi cavab qayturdi. Nimaga? Sandra Jenny'nin kasallik ahvolini qisqada tushundirdi. Doktor derhal doğru buyurupla telefonunu qo'yibdi. Lekin Sandra aldirashchilikda ahvolni to'liq tushundirilmaganlikdan dargumand edi. Sizningcha doktor Jenny'nin emdili tug'ilgan bu vaqtligini his qila olganmidi? His qilgandi? Yo'q. O bizning xususiy doktorimiz emas. O Jenny'ni davolab boqmagan. Menimcha o bildi. Jazm qilmay turib bu dorini bermayli. Sandra jimib qoldi. Emsi qanday qilamiz? Qayta telefon berib so'rang. Siz qiling, o ta'tir qarab oldi. Men tantarbiya maydoniga telefon berib, bayıqı doktorni yana chaqirtib chiqdim. Ve bayıqı ko'rsatib bergan dorining emdila 2 oylik bo'lgan bu vaqtga mos keladigan kelmaydiganligini so'radim. He, o cho'chib ketdi. Men buningga diqqat qilmabdiman. He, nima bo'lsa telefon qilibsiz, 2 oylik bo'lsa boshqa dori yesin. Diagnozga ishonmasangiz, reseptga ko'ngil to'xtatolmaysiz. Soda setiqdimi ham shundaq. Mahir setiqchi iste'molchilarning ehtiyoji, qiziqishi ve hal ahvalini tushunishni muhim bo'ladi. İş uqmaslar faqat malla satadi, lekin qobil setiqchilar ehtiyoj qondiradigan, masala tahlil qiladigan chora satadi. Ular qanday diagnoz qo'yish, tushunish, kishilarning ehtiyojini qanday qondirishni biladi. Hatta mulozimati xaridorlarning ehtiyojiga mos kelmasa, rastçılık bilen diyalaydı, ten alalaydı. Advokat delo buzilish oldida barliq materiallarni jamlab, deloni astoydil analiz qilishi, andin sotga yo'llashi, hatto qarshi tarafning advokatlari qo'llanishi mumkin bo'lgan tadbirlarni to'liq nazarga elishi, mahsulot o'ralmasi layinlashdan ilgari bazar obdan tekshirilishi, ko'vrik layinlashdan ilgari keladigan eng cho'ng besim kuchi nazarga ilinishi, o'qituvchi darsdan avval o'quvchilarning qabul qilish darajasini mo'ljallishi kerak. Oldi bilan o'zgini tushunish turmushda eng ko'p ishlatiladigan ijtimoiy aloqada roli intayin zo'r bo'lgan ahamiyatli reseptor canım dostlar. Yani aldı bilen diagnoz, onundan keyin resept degan mazmunni ko'rib o'tdik. Endi 4 xil inkaz. Yani bu aldı bilen tushun, onundan keyin tushunishni istaydigan 5. odat, yani unumdor kishilarning 7 odatidan 5. odatning 4 xil inkaz degan mazmunni o'rganamiz canım dostlar. Biz başqalarının parıngıga quloq silayotganimizda hammasini o'z keçmişimizga bog'lab olamiz. Shunga o'zininkini rost hisoblaydigan kishilarda ko'pincha 4 xil o'z keçmişiga asosan inkaz qaytarish xohishi ko'riladi. Ular qarsigan qimmatiga hukm qilish, tegi taktini surishtirush, ustadlik qilish,
öz gipini la yorgulatish. 4 xil inkas. Qimmatini hukm qilish deganda qarshi tarafning fikrini qabul qiladi yoki qilmaydi. Tegitakni surishtirganda öz qimmat qarashiga asosan boshqalarning shaxsiyatini tekshiradi. Ustadlik qilganlar öz tecrübesiga asosan boshqalarga aql o'rgatadi, tanbih beradi. Öz gipini yorg'ulatadiganlar öz harakat muddasiga asosan qarshi tarafning harakat muddasiga baho berdi. Hadislar qarshi tarafning ish harakatidan qusur tepish yoki gumoniy nazarda qarash kishilik aloqani bo'g'digan sirtmoq. Bo'libmi ota-bola munosabatiga nisbatan cho'ng to'solg'u. Yoshlarning ba'zilari o'zaro kunlab parang so'qishsimi gapi tugamaydi. Ota-onalar bilan qilog'i gapi yo'q. Uyini yeb, ichib, uxlab qopadigan deng saroyning o'rnida ko'rib oladi. Bu nima uchun? Ota bolaga deshnab, tapa-tanbih berib yursa, bola qandoqmi ko'nglidagini ayta olsin. Yoshlarning ba'zilari o'zaro kunlab parang so'qishsimi gapi tugamaydi. Ota-onalar bilan qilog'i gapi yo'q. Uyini yeb ichib uxlab qopadigan deng saroyning o'rnida ko'rib oladi. Bu nima uchun? Ota bolaga deshnam, tapa-tanadan boshqa tanbih berib yursa, bola qandoqmi ko'nglidagini ayta olsin deydi. Tapa-tanadan boshqa narsa demasak, bola shunday bo'lib qoldigan gapgan qadrli qarindoshlar. Nurg'un ilmiy so'rinlarda men talay odamlar bilan mushu temada suhbatlashdim. Qarasam, ularning hammasi o'z gapini rostga chiqarib, gap yorg'ulatadiganlardan yoki eg'izi besqmay ko'tuldaydiganlardan. Hatto nurg'unlari ba'zida o'zlaridagi bu xil umumiy kasallikning mavjudligini bayqabmo qilishidi. Kasalni muqimlagandan keyin uni davolash tez gap emas. Biz tuvandagi dialogga va uningdagi dadining pozitsiyasiga qarab boqaylik. Bola o'qishning rostla mazza qolmadi. Dada nima bo'ldi endi? Bola o'g'itligini sapla kerak emas narsalar. Dadasi, men bu sendek chig'imda shundoq o'ylagan, lekin hozir qarasam, ashular bek muhim bilimlar ekan. Yana chidab ket. Bola ana agipi ustadlik qilganlik ekan, 5-dikisi surishtirib atganlik ekan. Endi bola yana 10 yil bo'ldi. O'rgangan, X qo'shilgan Y-ning remontchilikqa foydasi bo'lsa kashki. Dada, remont chaqchaq qilma. Bola chaqchaq qilmadim, qara dada. Joni o'qishni tashlab remontchilik qilib edi. Mana hozir oyda topadig'ini palon pul. Mana buni asqatadigan bilimdaymiz. Dada. Qarab tur. Hozir yaxshilik qilgan bilan hamon bir kuni pushaymon qiladi juma. Remontchilik degan nima? Yoqtirmaysan. Yaxshi o'qisang obdan ish, xizmat topa olishingda gap yo'q. Bu ustadlig'inda dadasining. Bana lekin Johnny'mi tuzuk bir ishning peshini tutib oldi mana. Dadasi debdi. Qara balam, sen obdan o'qi. Bütün kuching bilan tirish. Bu qimmatga hukm qilish, ustadlik qilishning bir o'rnagi ekan bu dialog. Bala, nima debdi? Tirishdim dada, 2 yil toza kuchidim. Lekin hammasi behuda ish bo'lib chiqdi shu. Dada debdi. O nuqtalik maktab balam, menga ishon. Bu ustadlik qilibdi dadasi. Balasi yana debdi. Menla emas, boshqa saboqdoshlarim shu o'yda dada. Dadasi yana debdi. Biz seni beqib shunchalik qo'g'ocha qanchalik jafo tortib bilamsan. To'liq o'ttirning 2-yilligiga chiqding. Yerim yo'lda bel qo'yib essang bo'lmaydi.
qimmatga hukm qilgan ekan-da dadisi. Balası yana debdi. Men uchun oqqizgan qon taringni menga ayon, lekin dadisi debdi. O'yinni az o'ynab, obdaroq o'qi. Yani qimmatga hukm qilib, ustadlik qilib o'tibdi dadisi. Bala, dada, bo'ldilar, bu gapni deyishmayli. Mene oturdu bilayotgan diyalog. Ata balaning qaraganda bu dunyoning hamma yerida o'xshaydi. Bunda xatoliklarni o'tkazilganmiz, qadrli qarindoshlar. Nayte aniqki, bu dada oq ko'ngil, yaxshi niyatlik. Vaholanki, o texi o'g'lini tuzuk tushunmaydi. Dada so'ziga inkas qaytargan chaqda o'g'li ko'nglida nimalarni deb turdi. Biz endi bunga quloq silib boqaylik. Bala o'qishning rastilla mazisi qolmadi degan chaqda dadamning diqqatini tortsam, uning bilan ko'nglimdikini o'rtoqlashsam bo'ladi deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Dada, "Nim bo'ldi endi?" degan vaqtida dadamning og'lig'isi bordek qiladi, "Yaxshi bo'ldi" debdi o'g'li ko'nglida. Bala, "Uygudaligini sapla kerak emas narsalar. Maktabdan zirikdim, o'qishdan rayim yandi." Demakchi ekan bolam, "Dada, men bu senlik chig'imni shundoq o'ylagan. Yana shu gap, yana shu o'zining o'tmishi. Onun o'tmish, kechmishini mening tinchig'im yo'q. Onun tartgan dardi, kulpitini kimning anglag'usi bor ekan, mening asyadim o'zimning ishida" debdi-da bu gapni olganda o'g'li. Lekin hozir qarasam, ashula bek muhim bilimlar ekan. Yana chidab ket degan vaqtida dadasi, "Mening ishimni vaqt hal qila olmaydi. Mening uni sana degim, sen bilan shu vaqtda paranglashqim bor" deb o'ylabdi ekan bolasi. Bola yana debdi. "Elimi 10 yil bo'ldi. O'rgangan X qo'shilgan Y'ning remunchilikqa foydasi bo'lsa kashki." Dadasi, "Remunchilik chaqchaq qilmag'ala." Balası ko'nglida mushu gapni tinchiganda dadasidan, "O mening remunchi bo'lib kelishimni, o'qishdan to'xtashimni xohlamaydi ekan. Onunga nazariy asos ko'rsatishim kerak o'xshaydi" deb o'ylabdi. "Balam, chaqchaq qilmadim. Jo'niga qara dada. O'qishini tashlab remunchilik qilib oldi. Mana hozir oyda topadigani palon pul. Mana buni esqatadigan bilim deymiz." Dada qarabdi. Hozir yaxshida qilgan bilan hamon bir kuni pushaymon qiladi. O'g'li ishida o'ylabdi-da, "Asta. Yana tanbeh berishga tushdi-ku bu dadam" deb o'ylabdi. "Remunchilik degan nima u?" O'g'li ko'nglida, "Sen mening o'y xiyolimni bilamding" debdi-da. "Yaxshi o'qisang, obdan ish topa olishimda gap yo'q." Bu dadasining gapini anglaganda o'g'li, "Gapingcha men yaxshi o'qimay o'tibdiman-da. Yana shu tanbeh" deb o'ylabdi. Dadam menga tanbeh qilyapti, meni tushunmayapti debdi-da bola. Bola, "Lekin jonimni tuzuk bir ishning peshini tutib oldi-ku mana" debdi. Hem ko'nglida o'ylab, "O'tiliq o'ttirni bitkizmaymi, bir obdan o'tayotdi-ku" degan gapni qildi. Dadasi, "Qara bolam, obdan o'qi, butun kuching bilan tirish" deganda o'g'li yana uyan apirib, buyan apirib gapni o'z maqomida yo'qlatqili to'di. "O'tinib qolaydi da, gapimga quloq sol. Sana deydigan gapim bor" demakchi ekan o'g'li. "Bala, tirishdim dada, 2 yil bo'ldi. Toza kuchidim, lekin hammasi behuda ish bo'lib chiqdi." Dadasi, "O nuqtaliq maktab balam, menga ishongin." O'g'li ishida yana bu gapni tanishgandan keyin, "Asta, yana shu gap. Angla dada, mening o'yimni tinglab qo'y" demakchi ekan. Bola yana debdi, "Malla emas dada, boshqa saboqdoshlarim shu oyda." O'g'li ishida yolg'on demadim, asosim bor. Benlar emas-ku tirishmagan, o'quvchi yo'qlar demakchi ekan. Dadasi, "Biz seni beqib shunchalik qilg'uchi qanchalik jafo tortdik, bilamsan" degan vaqtida o'g'li ichida
yana shu gap. Meni xijil qilishinglar, menga besim his qildirishning uyida. Maktab nuqtaliq dağlıq. Sizlarda qaltis. Menla kağıt emas, yağaç pichaq. Dadisi, Tuluq o'ttirning 2-yilliqiga chiqding taxi. Yarim yo'lda bel qo'yib etsang bo'lmaydi, debdi o'g'liga. O'g'li shuni anglaganda, yana shu natija. Bo'lg'i shu natija lozim debdi ichida. Dada, men uchun oqqizgan qon taringlar menga ayon, lekin sizlar meni tushunasizlarmi? Bola debdi-da bu gapni. Dada, oyunni az o'ynab, obdan o'qi degan vaqtida o'g'li, "Mesele bu yerda emas dada. Sen haqiqatan tushunmading. Yana desammi, foydasi yo'q. Bu aslida eg'iz ochmaydigan ish ekan-to." degan yerga kelibdi. O'g'li bola yana, "Dada, bo'ldilar, foydasi yo'q gapni deyishmayli." deblam gap qilishmaslik qaroriga kelibdi, jinim do'stlar. Ya'ni oldi bilan diagnozni qo'y degandan keyin 4 xil inkasni ko'rib o'tdi. Qadrli qarindoshlar, bir ota bilan bolaning o'ttirisidagi dialoglarken endi unumlik aloqa qanday bo'ladi ekan? Mana shunday masala ko'ringan vaqtda buni qanday hal qiladi ekanmiz? Buning bir chora tadbiri cho'qim bo'ladi. Unumlik aloqa. Yuqorqi misol bizga unumlik aloqaning uncha bo'la oson jarayon emasligini, avval boshqalarni tushunishning intayin muhimligini ko'rsatib beradi. Unumlik aloqa dal zang silib anglashdan keladi. O kam bo'lgandimi bundaq 4 bosqichdan tashkil topadi. Birinchi bosqich qaytarma bayon. Bu hech bo'lmaganda bizni zan soldirdi. Bola o'qishning rastla mazasi qolmadi. Dada zirikdim, rayim qaytib ketdi, shundaqmi? Ikkinchi bosqich boshqacha usul bilan qaytilab tushundirish. Ya'ni solmangiz logikalik tafakkuringiz orqali mulohaza qiling. Dada, o'quvim yo'q, shundaqmi? Uchinchi bosqich o'z hissiyotini qetish. O'ngmingizni, hissiy tafakkuringizni ish qiling. Qarshi tarafning gap o'ramini emas, balki his tuyg'usini tushuning. Dada, o'g'ilsizlikqa uchragandek his qilyapsizmi? To'rtinchi bosqich o'ng so'l mingning har ikkisini ish qiling. Hem aql hem hissiyat bilan aralashgan holda tushundiring. Dadasi, o'qishdan bakla o'g'ilsizlik, bezorlik tuyg'usiga kelib qoldingmi? debdi. To'rtinchi bosqich qarshi tarafni tushunishla bo'lib qolmasdan, qarshi tarafning o'zini tonishi va masalasini oshkora o'ttirib qo'yishiga foydali aloqa usulidir. Shu bo'yicha oldingi misolga qayta qarab boqaylik. Bola o'qishning rastla mazasi qolmadi. Dadamning diqqatini tortsam, shunday desam, dadamning diqqatini tortsam, uning bilan ko'nglimdagini o'rtoqlashsam bo'ladi degan maqsadda bu gapni deydi ekan bu bola. Dadasi, o'qishdan rayim qaytdi. O'ng'ursizlik tuyg'usiga patdim. Shundaqmi? O'g'li bu chaqda dal shundaq deydi ekanda ichida. Bola, ha, o'rganayotganimiz sapla asqatmas narsalar. Seningcha o'qiganning zada foydasi yo'qmi? Men neda undaq dedi. Bola, shundaq. Maktabda o'rgangan narsalarning menga keyinchi asqatishi notayin. Joniga qara. Uning reminchilik texnikasi shundaq yaxshi. Mana bu jonga asqatadigan ish. Dada, seningcha uning tanlashi to'g'rimi? O'g'li ichida o'ylabdi-da. Bola, ba'zi nuqtadan o'ylashganda shundaqroq. Hozir uning kirimi bir obdan. Bir qancha yillardan keyin pushaymon yeb qolmsizlar. Bu o'g'li u gapni o'zi deyapti. Bayardan dadasi og'ziga sepmagan dedi. Dada,
Seningcha o keyinchi xato tanlagandek tuyg'uga kelib qoladimi? Bala, meningcha hozir yaxshi tarbiyalanmasa, keyinchi voy isit deydigan jamiyat bo'lib ketdi mana. Dada, o'qish, tarbiyalanish darvaqa muhim. Bala, shu to'liq o'ttirni tutkizmasa, nerede turibdi o xizmat? Ali maktabdimi o'qiy olmaydigan gap. Dada, bir ishdan bakli ansirab qilyapman. Apamga demaydigan sen. Dada, anangning bilib qilishini xolamaydi ekansan-da. Bala, yo'q. O bilsiga hech gap yo'q. Hamon o'qidigo oxir. Bugun maktabda o'qish mahorat siniq olgan edim. Özüm to'liq o'ttirning 2-yilligida bo'lgan bilan saviyam boshlang'ich maktabnikida chiqibdi. Bala oxir rost gapini devatdi. Aslida uning ansirayotgani, uni qiynayotgani mush ishkanda. Otining ta'sir kuchini ishlatib fikr beradigan payti mana endi keldi. Lekin boshdan oxir yana balaning gap so'zi yetkazayotgan ishki uchurlarga zan silish kerak. İnkas tabiiy bo'laversa-mu, kayfiyatchil inkaslar ko'rilganda alayda zan silish kerak. Dada, meningcha to'liqlar sinfiga qatnashib, o'qish iqtidoringni oshirsang bo'lamdi nima? Bala, surishtirib baqdim, har hafta necha oqshomni bekor qiladigan ishkan. Dada, buning kayfiyatchil inkasligini bayqidi-da, zan silib anlash holatiga o'tdi. Bala, tekrar puli bek yuqori ekan. Bala, dada, her ast balayını depti-da, her astada. Men yana 6-yillikdagi balalarga trener bo'lib beradigan bo'ldim. Dada, deginingni qiladigan sen. Bala, tekrarning rastli unumi bo'ladigan bo'lsa, trenerlikni boshqa biriga o'tinib berib, tekrarga qatnashaman dada. Dada debdi. Qarasam, rastlik küçüğün badep qiladi. Tekrarning unumi bo'lami bo'lmasmi deb dargumanda qapsan ha. Bala, seningcha foydasi bo'lami dada. Bala oxir o'z aqlini topdi. Unumlik aloqa orqaliqda da yetakchi o'qituvchilik rolini muvaffaqiyatli o'rinlab chiqdi. Meni bayotinqi 4 xil inkasni biz ko'rib o'tdik. Qadrli qarindoshlar, qimmatiga hukm qilish, tegitekni surishtirish, ustadlik qilish, o'z gapini yo'rg'ilatish. Bu hech kim bunda oqsoqollik qilishni, bunda qarshilik odamning ustadlik qilishni hech kim xohlamaydi ekan. Ballama unda ishni xohlamaydi ekan. Faqat biz ularningki ko'nglidagini tushunib, o'xshash hissiyatda bo'lib, g'amguzarlik qilsak, qadrli qarindoshlar, ballaga gap qo'ldirsak, balda seningcha qandaq deb ulardan so'rasak, ular oxir o'zining gapini deydi ekan. Biz yordam qiladigan yerda darqanda yordam qilsak bo'ladi ekan, jinim do'stlar. Lozim chaqda sirdosh bo'g'uluq. Bu Stephen Covey'ning Unumdor kishilarning 7 odati degan kitobning 5-odat avval tushan, ondan tushunilishni ista degan 5-odatning yani lozim chaqda sirdosh bo'g'uluq degan mavzusiga keldik jinim do'stlar. Ondan keyin o'zini namoyon qilishga mahorat kerak. Darqam aloqa, ondan keyin foydali ko'rsatmalar degan mazmunni ko'rib o'tamiz jinim do'stlarim. 54 minut bo'ldi. Bazı noktalarını kaydılıp kaldık. Geçiyoruzlar. Lazım çağda sırdaş boğuluk. Keyfiyet načarlaşkanda adam özüge halmın bulalığıdaki sırdaşka bek muhtaç buludu. Mubada siz lazım çağda aşındak muğdaşka ayınladısınız. Karış taraf üçün kattı iş kılıp bergen bulursunuz. Lekin siz çokum ki şəxsiyyətsiz, samimiy pozisiyada bo'lmoqingiz lozim. Hatta ba'zi hollarda sizning gap so'z, harakatingizning keragi yo'q. Qarish tarafga keragi sizning
samimiy ko'nglingiz xalos. Munosabati yaqin kishilar bilan tajriba almashtirishning aloqaga zo'r foydasi bor. Bu kitobni o'qib shuni bayqadimki, men burun gaplaringizni zan silib anglab boqmabdi ekanman. Lekin buningdan keyin tirishiman. Boshlanishida balkim uncha unumli bo'lib ketilmas. Hamdan bo'g'aysiz. Ba'zilarning bu xil zan silib anglashni vaqt isrofchiligi deb qo'l silishi turganli gap. Boshlanishida shundoq bo'lishi mumkin. Lekin bir kirishib olsangizlar, uning kam bo'lsa zinhar bo'lmaydiganligini his qilib qolasiz. Doktor har qancha aldirash bo'lsa-mu, tekshirmasdan resept yozmaydi. Shuningga o'xshashla aloqaga vaqt, zehn kerak albatta. Inson sirdoshga muhtoj. Hal mung uchun kuch chiqarish arziydigan ish. O bizning masala chatoqni joyida bayqab, aramizdagi kuyim suyimni oshirishimizga yordam bergusi debdi qadrli qarindoshlar, yozuvchi Stephen Covey. O'zini namoyon qilishga mahorat kerak. O'zini namoyon qilish kishilik aloqaning kam bo'lsa bo'lmaydigan tarafi. Boshqalarni tushunish muhim, lekin boshqalarga o'zini tushuntirish texmo muhim. Bu kishidan xilil mahorat va jur'at talab qiladigan ish. Qadimki Gretsiyaliklar axloq birinchi, hissiyat ikkinchi, aql uchinchi o'rinda turadi deb biladigan. Menimcha bu uch kelimaga boshqalarning o'zini tushunishi va o'zini boshqalarga tushuntirishning javhari mujassamlashgan. Axloq sizning ishonchlik darajangizni, ya'ni kishilarning lafzingiz, iqtidoringizga bo'lgan ishonch, e'tirofini ko'rsatadi. Hissiyat bo'lsa sizning g'amxo'rlik, kuyinish saviyangiz, ya'ni kundalik aloqa orqali boshqalarning his tuyg'usini tushunish iqtidoringizni ko'rsatadi. Aql bo'lsa sizning logikalik iqtidoringizga, ya'ni o'zingizni muvofiq ifodalash iqtidoringizga qaratilgan. Tartib esingizda bo'lsin. Axloq, hissiyat, aql. Oldida keldigini sizning axloq fazilatingiz, ondan boshqalar bilan bo'lgan munosabatingiz, oxirida o'zingizni ifodalash, namoyon qilish iqtidoringiz. Ko'pincha odam so'l minining logikalik iqtidoriga tayanibla o'zini ifodalash, boshqalarni o'ziga qo'l qo'ydirishga kuchaydi. Axloqning ul, hissiyatning tirak tayanch ekanligini xiyoliga keltirib qo'ymaydi. Bir do'stim boshqaruvchisiga boshqarish usulini yaxshilash haqida bir necha qatim eskartma bergan bo'lsa-mu, uning e'lon qilmaganligi haqida zarlab berdi. O muhtaram zot o'zining ketkizib qo'yayotganligini bilmaydi emas, boshqoldek biladi. Lekin nemishqi zodila e'tirof qilg'isi kelmaydigandi. Sizningcha da'vatqonlaringiz qoyil qilarliqmi? Men xilali kuchlidim. Rostmi? Nədimi mal satalmasa xeridarını özünü tekshirgizadigan ish bor ekan. Satarman bir amallarni qilib, savdo usulini yaxshilash kerak-ku. Siz o'zingizni uning o'rniga qo'yib o'ylab baqdingizmi? Texmo puxta tayyorlik qilib, uni texmo qoyil qiladigan usulda tushuntirib baqdingizmi? Mushundaq kuch chiqarishga tayyormisiz? Nima deb undaq zo'r o'qib yurgidekman? Uni o'zgarishni xohlaysiz-yu, o'zingiz tarjih qilishni xohlamamsiz? O buncha kuchashga arzimaydigandek his qilib qoldi. O'zini ifodalash hargizmo o'zini maqtab ushirish emas, balki boshqalarning tushunchasiga asosan o'z fikrini o'ttirib qo'yish, hatto dastlabki o'y-xiyollarni o'zgartishdir. Chunki boshqalarni tushunish jarayoni
sizdimi yeni fikir, ideyalarni tug'dirdi. Derkem alaka. Kadarlı kardeşler, Stephen Covey'ninki Önümdar kişilerin 7 adeti, The 7 Habits of Highly Effective People degan kitaptan 5. adet, avval düşen, andın düşünülüşünü iste degan adetninki Derkem alaka degan mavzuga keldik canım dostlar. Bunun türkçesini 7 alışkanlık deb izlep tapsanlar buludu. İngilizcesini yazıp koydum. Ün kitabı, muş kitap doğrulup kısaca sözlegen adamınki YouTube kanalının ulanmasını birip koydum. Kadirli kıyırımdaşlar şehadın kürbasanla buludu. Derkem alaka. 5. adet bek mühim. Çünkü o tesir çemberinin merkezinde turdu. Özara tayiniş muhitideki nurgun amilla sizden dikkat dairenizi buludu. Mesela ihtilaf, muhit, başkalarının kılık adeti degendek bütün es-yadınız muşundalı bulup kalsa nait olayla herip jolluğunuz çıkıp gidiyordu. Hem hiç nimege erişemeysiz. Her vakit aldı bilen başkalarını düşüşke küçen, bu tamamen kurbettiniz yitirilen iş. Bu tamamen kurbanınız yitirilen iş. Zihninizni öz tesir dairenizge koysunuzla karşı tarafını hakiki düşüneleysiz. En doğru uçurga erişip başkalarının mahiyetlik negizini ankıralaysız. Hem de ortak küyüm suyum hasıl kılıp karşı tarafki muvaffakiyetlik hemkarlıkka zürür, psixik hava, psixik keyfiyat ata kılalaysız. Bu işidin teşhiri yüzlengen hareket şeklidir. O tesir çemberdeki kandak özgürlüş elip kilodu. Estaydı zenselip anlaş, tesir çemberdekinizni peydinpey kengaytıdı. Dikkat çemberdeki işide teximi önümlü kalda özürlüğünüzni cari kıldıralaysız. Zenselip bakın, özünüzde kandak özgürlüşte yüz birdi. Başkalarını teximi düşünüdüğün, onlardan zokumluduğun, şundakla onlarını teximi hürmetleydiğin bulasız. Karşı tarafının kalbige tesir kılış, keramet iş. 5. adetini sınaq kılın. Emde başkalar bilen bardık elde kılganda, burunki kon adetlerinizi çörüp taşlap, karşı tarafını hakiki düşünüşke tirişin. Onlar dert musibetlerini etişini halımısın meyni. Köңlünüzni, mehrinizni birin. Onların kalip sadaları zensinin. Onlar yuluqqan azaplarga hemden bulun. Bugün keyfiyatınız yaxşı emesko deydiğen küyümlük sada hemmi yerinizden balkıp dursun. Ular belkin cinip gite. Meyli, ulağı boğan düşençiniz, hürmetinizni işbadılısınızla boldu. Aldırasanlı kılman, takatlik, karış tarafki hürmetlik bulun. Kişilerge oydaş, koydaş bolmadıkça ular sizge iş karnını yaymaz. Ularının yürüyüş turuşuğa zihin koyuşunuz, şundakla ularını düşünülganlıkınızını ifadelep turuşunuz gerek. Çiçen, toygun, sergek bulun. Öz geçmişleriniz neret olsun. İşini hazırdan başlan. Meyli işhana, yani ki ayrıda olsun. Köksü kardığınızını ken, zihin kulaklarınızı din tutun. Jirakını közlen. Demallıkka nepki erişen misiniz? Meyli. Hergizmo bel kuyup etmem. Özümle asam her günü ayalım sandıra bilen paranlaşıp birbirimizden oy hiyalını bilip düşünüp durumuz. Hatta ailede 101 mümkünçülükü boğan sürkülüşlerini doğrap, zen silip, anlaş arkalık, önümlük, hal kılış usullerini sınak kılımız. Ben küpünçe banalarının rolunu alsam, sandıra anının rolunu alıdı.
Mundaq usul orqali ishlarning haqiqiy mohiyatini oydinlashtirib qolmasdan, yana nurg'un ishlarni bayqash, o'rganish, texmi o'lgulik ata-ona bo'lib, bolalarga to'g'ri usul prinsiplarni o'rgatish mumkin edi. O'ylab chiqish orqali o'ylamagan natijaga erishish mumkin edi. Birovni haqiqatan yaxshi ko'rsangiz, vaqt, zehn sarf qilib, uni tushuning. Buningdan keyin ijil inoq o'tishingizga texmo yordam etadi. Bunday qilish orqali oila va nikohni chirmab turgan nurg'un nasl chatoqlarni bir holatida yo'qotish, uning yo'qolib ketishining oldini olish tamoman mumkin. Hem o'zaro mehr muhabbatni chingitib, aradagi nizo jidalni tugutish mumkin. Savdo tijoratda xizmatchilarimiz bilan yüz uchrashib turadigan vaqt chiqaring. Ularga zansining, tushuning, odam kuchi boyligi yoki paychik usulları sistemasi barpo qilib, xaridorlar, mal ta'minlovchilar va xizmatkorlar orasidan to'g'ri inkas uchurga erishib turing. Avval o'zini tushuning, masala ko'rilishdan, masalaga hukm, diagnoz qo'yishdan, o'z fikr qarashingizni o'ttirib qo'yishdan ilgari boshqalarni tushuning. Bu unumlik o'zaro tayinishcha munosabat barpo qilishda jonga esqatadigan esil odat. Biz bir-birimizni haqiqiy tushungan chig'imizda masalani ijodiy hal qiladigan va uchinchi yo'lga boradigan oltin darvozani ochgan bo'lamiz. Aramizdagi surkilish hamda aloqa va ilgirlashga to'salg'i emas, balki hamkorlik asosida ilgirlashga elib boradigan oltin shutiga aylangusi. Qadrli qarindoshlar, nihoyat esil barqam aloqa degan mavzuni ko'rib o'tdik. Hamda foydali ko'rsatmalar deganni ko'rgandan keyin bugungi darsimiz mishada tamom bo'ladi, jinim do'stlar. Foydali ko'rsatmalar. Birinchi, aranglarda surkilish, nizo ko'rilgan birovni tanlab, shuning maydonda turib, uni tushunib beqing, ham uning holatini xotirlang. Keyin ko'rishganda zan silib anglashga, uni tushunishga tirishing, hamda anglag'anlaringiz bilan xotirlaganlaringizni selishtiring. Sizning unga bo'lgan qarashingiz to'g'rimikan? Onun meydanını ve köz qarashini rastla tushunamdikansiz. İkinci, yaqin o'tadigan biriga zan selib anglashning nimaligini tushundiring. Hamda onunga o'zingizning haqiqatan zan selib anglashga kuchayotganligingizni ayting. Haftadan keyin u o'z ta'sirotini deb baqsin. Siz aloqada butun zehningizni ishga sala olabsizmi? O qandaq his qilibdi. Üçüncü, başqalarının bardı kendisiga şahit bo'lib turguningizda quloqingizni itib olib, ko'zingiz bilan qarab baqing. Qandaq his tuyg'ular tilning yordamisiz ifodalanib ekan. To'rtinchi, aloqada yana nomuvofiq holda o'z kechmishingizga asosan inkas, ya'ni hukm qilish, tekshirish, ustadlik qilish, o'z gapini yo'rg'iltishga o'xshash inkaslarni qaytirayotganligingizni his qila olsangiz, darrov e'tirof qiling, kechirim so'rang. Hamda aloqadagi hissiyotning sizdan chiqishini qarshi tarafdan chiqishga o'zgarting. 5. Hamda o'z ko'z qarashingizni ifodalaganda avval zansiling, ya'ni qarshi tarafning nuqtai nazarini uning hamkoridek bayon qilgudak bo'ling. Ondan qarshi tarafning maydoniga o'tib, onun tushunishini qo'lga keltiring debdi jinim do'stlar. Ya'ni tushunish nihoyatda muhim ekan. Tushunish uchun bunga o'xshash chora tadbirlarni, usullarni o'rganishimiz kerak ekan jinim do'stlar. 337-betga keldik. Stephen Covey'ning Önümdar kishilarning 7 odati deganning 5-odat avval tushun, ondan tushunishni ista
degan. Hamda 6-cı odat yaxshi hamkorlash degan odat, o'zgacha hamkorlik prinsipi deganni kelar soatda birlikda o'rganamiz jinim do'stlar. Anda bo'lsa, agar mushu odatlarni sizlar anglab, tushunib, o'zlashtirgan bo'lsanglar, bu darsni yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, foydalangan bo'lsa, sizlarga manfaat tekkan bo'lsa, boshqalarga paylaşışni, ular bilan ham bahrlashishni unutib qolmanglar. Jinim qarindoshlar, Allohning o'ziga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.